Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan pirlovka tayyorlaymiz. Mastavaga qanaqa masalalar ketsa, pirlovkaga ham xuddi shunaqa masalalar ketadi. Qani ketdik. Pirlovkamizni mana shunday qilib отдельно pishirib olamiz. Keyin esa qozonda ichiga pishgandan keyin sovuramiz. Mana suvimizni quyib oldik. E'tibor qilsalaring, ancha joy qoldirdim, chunki pirlovka yana solganimizda ko'tarilib ketmasligi uchun, suvi toshmasligi uchun. Ozgina rolton priprava solaman men. Keyin koreyskiy tuz har doimgidek va oddiy tuzdan. Pirlovkani ham tuzlaganman, o'shanga bu yoqqa kamroq qozonga tuz solyapman. Pirlovkamiz mana pishyapti. Mana shunday ko'pigi chiqadi, e'tibor qilmanglar ko'pigiga, chunki qozonga solishdan oldin bir sovuq suvda chayqab olib, keyin sovorasizlar qozonga. Mana pirlovkamiz ham pishdi. Endi qozonni ichiga solamiz. Qozonni ichiga solganimizdan keyin yana bir 30 minutcha qaynaydi. Mana bo'ldi. Yana bir 30 minut qaynasa, tayyor ovqatimiz mana chiroyli chiqdi.